Короче, hammaga salom. Xullas, bu kanalni ochishdan maqsad vlog videolar olish. Ya'ni vlog deganda qanaqa? O'zimni hayotimdagi qiziq voqealarni saqlangiz qilib olish uchun YouTube kanal ochib oldim. Vlog sifatida yuritaman. Qiziqarli voqealarmi yoki aylanishlarga borsak, pутешествиялар, повседневный hayotimdan lahzalar, shularni qo'yib boraman. Endi qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol podpiska qilishingiz mumkin. Bugun oddiy kun, hech qatlarga aylanish planlar yo'q. Oddiy uzumdan narsa zakaz qilganman, o'shani olib kelishim kerak. Keyin men freelans bo'yicha ishlayman. Freelans zakazim bor, o'shani qilishim kerak. Вроде shu. Uzumdan 4 ta narsa zakaz qilganman. Chexol, kart, videokamera, podezga qo'yish kerak. Dushkani unaqa oldim. Filtr tozalab beradigan suvi, bilasizlar, ko'pincha turbalardan bir xilda kir suv tushadi, shuni tozalash uchun o'shani olib kelaman. Qisqacha obzorni ham ko'rsaman. Kamerani nimaga zakaz qilganimni ham aytaman. Juda qiziq voqealar bo'lgan podezda. Ularni eshitsanglar, menimcha qotib kulasizlar. Baribir o'zim uchun kamera qo'yib qo'ymoqchiman-da podezga. Shu ko'ringlar. Bir pasdan keyin o'zim magaziniga, marketga borib kelamiz. Jarayonni ko'rsaman videoda. Qiziq bo'lsa like bosinglar, podpiska qilinglar. Aytgancha ismimni aytmadim. Ismim Javohir. Hozir 25 yoshdaman. Qolgan ma'lumotlarni sekin-sekin videoda aytib o'taman. Qani bo'lmasam ketdik. Korkmayın, geçelim şöyle. Ne oldu yani? Tekshirib oldim. Birinchi borib, o'zimni borib tekshirib olish kerak. Buni cho'qchimi endi baribir ishlayotganligini qanday tekshiriladi deyapti. Kamera ko'tarib, ichida USB Pro. Keyin zaryadka. 40 vattli zaryadka chiqdi. Oddiy ravndan chunki yengil. Tak, наличиеda o'zi kamerani. Video kamera. Bitta bunaqalik kamerasi. Tepasiga flashka qo'yadigan joyi bor ekan, ovoz yozadigan joyi. Orqasi dinamik, port. Nima hozir tushunmayotgan narsam, zaryadkada ishlaydimi yoki ishlaydimi shuni bilmayman. Bunda tepaga ko'tarib qo'yadimda, qolmagan bo'lsa bo'ladi, bunaqasi aylantiradigan. Buni qiziq narsasi, qo'yishdan nima maqsad? Короче, bir kun kechqurun Jahon keldi, ukam videoga otgan. Kelyapti, eshikni taqillatib ochamiz eshikni, ukam turibdi-da, aka mana musor bizaniki deb aytdi. Bunday qarab, yo'q bizaniki emas, biz musor qo'ymaymiz eshikni tagiga. Paketni bunday ochiq joyidan qarasak, kimdir o'zi shu tualetdan ishlatgan qog'ozini bizning ishimizga tashlab ketibdi. Endi begona odam qilmagan, по-любому mana shu qo'shnilar kimdir qilganda shu narsani. O'shani kim qilganini выяснить qilish uchun, ya'ni bilish uchun baribir kamera qo'yganmiz-ki, qilishmaydi bu narsani 100%. Просто страховкада o'zimizga yaxshi qayta kamera bor dedi. Indamasdan boshqanikiga qo'yadimi, nima qiladi endi, bizga qiziq emas уже. Tak, ichidan ikkita naqa chiqdi, qotiladiganlarni devorga. Tak, keyingisi chexol. Hop, endi filtr suvni tozalab beradi, ya'ni xlorka barabatlar ulardan tozalaydi. Hozirda xlorka yo'q, baribir. Hozir qarab o'tirganim yo'q, bu o'zi ichida atrofida filtr bo'ladi, suv buni ichidan aylanib tozalab chiqadi. Buni dushovoy shlankani tagiga urab, tepasiga ulab, keyin uchiga ham bunaqani ulaman. Bunday Toshli bo'lmas bunda. Toshlaysa ham bor, farqi yo'q, filtr taqilib turadi. Bunisi boshqacha, bunisi boshqacha. Tak, вроде бы oxiriga to'nadim. Roltermi? Ha. Tak. Bittali, mana qancha qirg'ilmaydi. Bu narsa bo'lmaydi. Xatni o'zi отдельно упаковкада. Tak. Bunun ichida kart 500 gigabaytlisini oldim. Chunki 1 terabayt olgandan to'q yo'q. 1 terabayt olib to'lmasa nima qilaman? Lishniy plater. Xo'p, mana kart 500 gigabaytlik, 1,5 terabayt tashlaydi. Ikkita sloti o'zini и ichida
provodu. Men kassasin uncha yaxshi emas bo'ladi bo'lsa, bilmayman. Unaqa qimmat xarid emas. Xaridlarning ichida более-менее narxiga и отзывlariga to'g'ri keladigan nomerlar mashina. Kesu. Bilmayman qanaqa. Sotib ko'ramiz. Narsalarni o'tib ketmasligi uchun men xarid topib qo'yishim kerak edi. Shuni oldim. Hamma narsalarni rasm, 3D Max valomatlarni tashlab qo'yish uchun. Tak, распаковка shu. Hozircha o'zimdan kelgan narsalar. Bugungi planim уже дальше. Ishimni qilaman. Ishimni qilsam, keyin ko'ramiz. Может, jahon kartof, shtativ olib kelar balkim bugun или qoldi. Olib kelsa, uni ham obzor qilamiz. Biz shu mana shu blokka qo'yaveramiz. Пока что shu, hali jarayonimda yana. Ikkita qiziq narsalar bo'lsa ham ko'rsaman. Qiziq narsa bo'lmasa, просто qanaqa ishlayotgan protsessni qo'yib qo'yaman, ko'rasizlar. Bir. Xo'p. Kim keldi? Qo'rqitib bo'ladi. Ochingiz ishingni. Xullas, kamerani tekshirdik. Ko'rsatdi mana bu deb. Wi-Fi skorsiga qarab bunday qilar, perdacha qilar ekan. Shu, endi buni hozir ozgina qo'llash kerak, mana tushunish kerak. Qatga nima qiladi, qatga zapislarni xraniz qiladi. Chunki fleshka o'rnatmadim hali. Облачный память bor, облачный память платныйmi bilmaymiz. Пока что shu, menimcha bu. Qani vizitkasiz ishlarmikanmi? Yo'q. Питаниеda ishlar ekan, zaryadkada emas. Что постоянный питание kerak. Menimcha bunga tok chiqadi, tok ulash kerak. Пока shu, yana nima продолжение bo'ladi. Nimadirlar qo'yaveraman, xudo xolasa. Hotdog probaga bo'ldim, sal xuniyroq bo'lib qoldi. O'zim o'sha joyni tishlavardim. Xullas, birinchi ujinga hotdog. Sal turgan ovqat yeymiz.